Diqqat qiling, O'zbekistonda dollar va rubl kursi bunaqasi hali bo'lmagan. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 24-oktyabrda amalda bo'lgan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, dollar rasmiy kursi 28,04 so'mga ko'tarilib, 12.129,33 so'm bo'ldi. Yevro 30,08 so'mga oshib 14.061,53 so'm bo'ldi. Rubl 1,16 so'mga ko'tarilib 149,17 so'mni tashkil etdi. O'zbekistonda dollar kursi 17-oktyabrdan buyon faqat pastlayotgandi. 23-oktyabrda 90,27 so'mga ko'tarilib 12.101,29 so'm bo'lgandi. Sentyabr oyi so'mning dollarga nisbatan kursi 3,4% ga mustahkamlangandi. Qadri oshdi deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Xabarlarimiz keng va tez tarqalishi uchun obuna bo'lib, like bosib, yaqinlarga ulashib qo'yishni unutmang.